Bir kuni Abdullah ibn Umar va Abdullah ibn Zubayr va Urva ibn Zubayr va Mus'ab ibn Zubayrlar bir majlisda o'tirgan edilar. Mana bu 4 ta sahoba bir kuni birga jamlangan edilar. Shunda ulardan biri, kelinglar har birimiz o'zining orzusini aytsin dedi. Ya'ni nimani niyat qiladi, qanday maqsadlarga erishmoqchi. Abdullah ibn Zubayr, men Iroq va Hijoz yerlarini boshqarishni istayman dedi. Mus'ab ibn Zubayr, men Fatima bint Husayn va Aisha bint Talhalarga uylanishni istayman dedi. Urva ibn Zubayr, men ilm olishni va odamlar mendan ilm olishlarini istayman dedi. Abdullah ibn Umar esa sukut saqladi. Ular, ey Abdullah, sen nimani orzu qilasan deb savol berishdi. Shunda Abdullah ibn Umar, Alloh meni kechirishini istayman dedi. Alloh meni kechirishini istayman. Ushbu qissani rivoyat qilgan Abdul Malik ibn Umar aytadi. Abdullah ibn Zubayrga kelsak, u kishi Iroqni ham Hijozni ham deyarli Shomdan tashqari barcha islom yerlarini boshqardilar. Mus'ab ibn Zubayrga kelsak, u kishi Fatima bint Husayn va Aisha bint Talhalarga uylandilar. Urva ibn Zubayr esa ilm oldilar va odamlar ham ulardan ilm oldilar. Ammo Abdullah ibn Umarga kelsak, Allohdan u kishini kechirishini so'rayman deb aytgan. Hattoki orzu niyatlaringiz bilan boshqalardan ajralib turing. Ba'zilar bu dunyoni orzu qiladi, ba'zilar esa oxiratni orzu qiladi.